Karim akani qishloqlari. Mirzo Karim aka endi shu nafaqat Begovodni, u Farg'ona vodiysini faxri desak ham menimcha adashmaymiz. Chunki unaqa shoirlar 100 yilda bitta tug'iladi desak ham bo'laveradi. Endi o'zlari yo'q. Men endi Begovodga kelishimni o'zi bilganim yo'q edi. Bugun bildim shu Begovodga to'yga kelishimiz hali to'yda olishganda shu Farg'onada esa shu atrofda ekanini ham Mirzo Karim akani ham olib kelardim o'zim bilan. Nima deymiz endi eslab qo'ydik, yaxshi odam Mirzo Karim aka. Xudo xolasa mana 2017-yilda 17, 18, 19, 20-yillarda o'sha Toshkentda konsertimiz bor. Unda ham Xudo xolasa Mirzo Karim akaning chiqishlari bor. Shu 3-4 kun oldin gaplashgan edik. Va hokazo umri uzoq bo'lsin shu yerimiz. Mana akalar Mirzo Mahmud aka ham o'tiribdilar. Bizni qadrdon akamiz Mirzo Mahmud akam bilan ham salkam 30 yillik aka bizda aka. Sog' bo'ling. 30 yil desa ham bo'laverar ekan. Rosa 30 yil ham bo'pti. Salomat bo'ling tanishganimizga. Keling Umidjon.